Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatib turgan obunachilar, tanigan bilganlar, yaxshimisizlar? Mana kataklarimiz ishta orasida katak yasayapmiz. Bir ko'ringlarchi. Mana bitta bitirdik. Bunaqa zashulkasini qo'ymasdan olib ketdi. O'zim qo'yib olaman olib ketib. Bu tayyor bo'ldi. Bu ham bugun bitadi, xudo xolasa. Ishta orasida buni ham qilyapmiz-da. Praktikant bolalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Like bossin, obuna bo'lib. Obuna bo'linglar. Stolga. Mana materiallarni tayyor qilib olganmiz. Endi ishga mashina kelsa, orada ortib bu katakni qilyapmiz endi. Qiziqqanlar nomer qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Yana bitta tayyor bo'lyapti. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana katagimiz bitti. 1.60 ga 80. Bo'ylari 1.10. Mana tuxum tug'adiganlar nimaga bo'ldi? O'rtasidan bo'lib qo'yganmiz, отдельно ikkita tovuq yotadigan qilib. Sinovdan o'tdi, tovuq boqib ko'rdik biz o'zimiz ham, boqyapmiz ham. Jo'ja 6ta, 7ta, 10 tagacha boqaman deganlarga.